Yana bir bor assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Hafta kuniga chorshanba 2025-yilning 8-oktyabr kuni Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Kabobiga biz akalar Azamat ukamizning xonadoniga. Xullas kalom yangi partiya mollarni chiqaramiz. Videomizni o'tkarmay ko'radigan akalarimiz bittagina like ni gumillatib qo'yasiz. Siz uchun faqatgina zo'rlarini chiqarib boramiz akalar. Chorni piyostra, qizil cho'l paroda yoki masalan shved so'raganlarga 4 dona, 5 dona, 4 dona akalar qisirimiz bor. 1 dona bo'g'ozimiz, yana 1 dona bo'g'ozimiz qizil cho'lni jigarigacha toza variantdan so'ragan akalarimizga qizil cho'lni jigarigacha toza variant tayyor bo'g'ozimiz. Ona bola so'ragan akalarimiz uchun ona bolamiz bor. Narxlariga e'tibor qiling. Hojonalarimiz maza qilib sog'ib ichadigan ola sigirlarimizdan. Xullas bolaga ham e'tibor qilasizlar, bola buqacha onasiga qarab teng bo'lgan akalar bu. Xullas onasi qayta qochganda yo'qdi, uni ma'lumotini olamiz. Bu yoqqa akalar 5 dona buqamiz bor. Bularning ham ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Azamatjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Sog'-salomat, charchamay. Xalq xizmatiga. Muxlislar bilan bitta ko'rishamiz. Assalomu alaykum muxlislar. Mana yangi partiya mollarimiz keldi. Hamma o'sha talab qilgan mollarlar olib keldik aka. Ona bola so'ragan, ona bola bo'g'oz so'ragan, bo'g'oz o'kiz so'ragan, o'kiz aka, g'unojinchalar aka, hammasidan kelgan aka. Narxlar qanday? Narxlar nasib etsa bugun sindiramiz. Xalq maza qiladi. Bomba qilamiz aka. Xullas akalar videomizni o'tkarmay ko'rasiz. Bugun siz uchun maza qiladigan kun akalar. Demak, narxlar yengil qo'yiladimi deyildimi? Demak, narxlar yengil qo'yiladi. Ketdik unda. Xo'p, ketdik demak, birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi akalar 1.14 plusi bor. 38 ga 99 quloq raqami. Ikkinchisi shved so'raganlarga 38 ga 48 quloq raqami. Bo'ylari 1.17 chiqdi. 1.17. 1.17 ga 1.14. Xullas orqa korobkalarning ko'rinishiga e'tibor qilasiz. Mo'llan akalar yana bir narsani aytib o'tay. Biz bo'ylarini o'lchab ko'rsatamiz, to'lig'icha ma'lumotni beramiz. Agar siz o'shani bo'yini qanchaligini bilmoqchi bo'lsangiz, 1.14 qancha bo'ladi, shu narsa yo 1.17 qancha bo'ladi, o'zingiz molingizni bemalol o'lchab ko'rasiz, uyingizdagi molni, o'shanga qarab bo'ylarini bilib olasiz, molni qanchalik bo'yi borligini. Xullas, ana endi ketdik. Ikkalasi ham akalar bo'ladigan mol, foydalanaman deganga qochmagan, qochmagan ojillar. Xullas, buqaga tayyor ikkalasi ham akalar. Bosh qismlarining ko'rinishlariga e'tibor qilasiz. Olib kelsalar ikki ham tish bizdan. Sifatiga baho beraverasiz akalar mollarni. Lekin har safargida Azamat ukamiz yana arzon qo'ysa, yana narxlar yonadi xudo xolasa. Azamat, ketdik, birinchisi uchun tortishmayman, yondirib yuboring tamom. Aka, bir gap. 13-14 kerak. 11 milliondan bir joyga jupaga ketdi aka. 11 million so'mdan ikkalasi. 11 million so'mdan jupaga ketdi, 22 million so'm bir joyga. Yashang. Akalar, bo'yini eshitdingiz. 1.17 ga 1.14. Narx akalar 11 million so'm. Hozirgi vaqtdan foydalaning. Shved akalar, Shvedni ham zo'ri. Bunisi akalar o'zimizning qizil cho'l mesni paroda. Lekin ikkalasidan ham bir xil effekt topasiz. Ona bola qilib sotgan vaqtingizdagi narxini o'ylab ko'ring. 11 million so'mdan bunaqa narx hozircha hech qara yo'q. O'ta kuchli narx. Hech qara yo'q. Ketdi akalar. Ikkita molimiz foydalaning olib akalar, ikkalasini ham bo'ylari aytildi, to'liq ma'lumoti berildi. Xo'p, ketdik, keyingilardan davom ettiramiz akalar. Bo'ylari 1.16, quloq raqami 38 ga 43. Ikkinchisi akalar, chorni piyosda bo'ylari 1.20, nachi? 37 ga 62. 37 ga 62. Jonivori elinlar nima deyapti? Buni qani chatda? Oq yelin, oq soska. Bunisinikini endi bilasizlar akalar, mana. Mana. Ikkalasi ham bir-biridan qolishmaydigan. Ikkalasi ham kuchlisi akalar. 1.20 ga 1.16. Ketdik narxlardan. Qochma, ha? Ular ol qochmagan. Yo'q, endi qochishga tayyor. Xo'p, bosh qismlarini ham hozir bitta ko'rsatib o'tamiz akalar. Sifatiga baho bering mollarni akalar. E'tiborlarni zo'r aka. Endi bu ukamiz bularni ham hozirgilarga juplab qo'ysa va shu yonaydi. Ha? Azamat. Zarar akalar mollarning sifatiga baho bering. Vali bularni ham qimmat qo'ymaymiz aka. Arzon qo'yamiz bularni ham nasib bo'lsa. E'tibordan zo'r. Badani ham, narsalar ham jasad ham aka. Qancha? Aka bularni 14 dan nima o'tib beraman aka. 14 dan o'tib beramiz. Qanchadan o'tamiz? 500 dan o'tdim aka. 13,5 dan bo'lyapti shunda, shunaymi? Hozirgilarga juplab qo'yaman. Yo'q aka, endi bular ko'p kuchlilik qiladi aka. Bo'ldi 11,5 million so'mdan ikkalasini bir joyga ketdi. Yo'q aka, jon bularni. 11 million so'mdan to'g'ri kelmaydi, juplashga to'g'ri kelmaydi aka. Bularni bir gap aytgan bor shulardan. Bularni ham o'ziga qo'yib berarim, beraysiz lekin-da gap to'g'risi. Xo'p, Azamat. Har safargidek xalq maza qilsin uka. Aka bir gap. Bo'l 13,5 dan kerak yo'q. Jupiga olsa 12 milliondan, addelniga olsa 12 ga 12,5 aka. To'g'ri tushuntirmaylik. Qancha eshitmadim?
12 milliondan jupiga olsa 24 million so'm, addelniga olsa 12,5 million so'm. Yasha. Mana sizga udar. Adelniga bo'lsa alosi 12,5 million. 12 million. Agar Bunisi jupiga 12 olsa million. 24 million so'm ketdi mollar. Demak, akalar ishqi o'z aloqaga chiqasizlar. 12 million 500 ming so'm bo'lib olasi, bu bir 20. Bunisi akalar bu bir 16, 12 million so'm. Badallarni ham ko'rishsin, aka, bellarni ham ko'rishsin, bir kengishlik janavorni. Akalar, bunaqa narxga sigir olaman deydiganlar aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Salkam sigir olib buqaga qo'yasiz. Ha, buqaga qo'yarlar, o'sha taqib anamiz kelib. Bola aylantiring bitta orqa old tomonni ham bitta ko'rsatib yori. Xalq maza qilsin bunaqa narxlarga. Mana akalar. Mo'l lachakga baho bering. Mo'l ikkalasini ham sifati zo'r. Ikkalasidan ham bir xil foydalanasiz. Turishlar ham xurroz akalar, xudo xolasa. Olavering akalar. Demak 12 million so'mga 12,5 million so'm, jupiga 24 million so'm uchta mo'l. Ketdi aka jupiga. Ketdi. Keyingi mo'limizdan davom ettiramiz akalar. Bo'ylari 1.10 plus. Mo'l et badaniga e'tibor qiling. Bu qassob uchun boqilganmi deyman bu? Aka bu bo'g'oz bu. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz bu. Qo'y mo'limiz bo'g'oz ekan demak akalar. Yil narxlariga e'tibor qilasizlar deb mana aytdim. Yilni so'g'ama semizligini hisobga. Yo'q, 6 Necha oylik bo'g'oz? Bo'ylari 1.10. 6 oydan o'tgan aka. 6 oylikdan oshgan bo'g'oz. Ha, yilincha o'sib solishdi bo'lsa. Mana akalar, yillarga e'tibor qiling. Faqir molcha aka. 6 oylikdan oshgan bo'g'oz qo'lga keladimi bo'lasi? Ha. Tegadi aka, bacha katta. Xo'p, qancha narxi? 13 million aytamiz aka, kelishdi. O'tadiganimiz qancha? O'ta bo'lakni aytaymi? Bo'ladigan agar yurakdagi narx bo'lsa biroz tortishmayman. Beli 1,5 mol ketdi. Yarim yo'q. Yo'q. Yarim yo'q. Butun. Butun chiqmaydi aka. Butun. Ziyon bo'ladi. Ziyon bo'ladi. Ziyon bo'ladimi? Shuna aka, men to'g'ri aytmaylik dedim. Tamam, 1,5 million ketdi. Ketdi akalar, 11,5 million so'm ish qo'zg'alib. Xayrigani o'tib beraman, dastavkasini ham qilib beraman. Dastavkasi Azamatga akalar, bu yo'g'i Buxoro bo'ylab tekin. Buxoro bo'ylab, bu yo'q Samarqandga. Samarqandgacha ketadi. Dastavkasi mana shu o'raga akalar tekin. 100% tekin. Boshqa viloyatlar Qashqadaryo, Surxondaryo, bo'lmasa Xorazm bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holda bo'ladi aka. Ketdi keyingi mo'limiz. Of, akalar zo'rini so'ragan akalarimiz bormi? Bundan ham zo'ri bor. Mo'l uzunligiga e'tibor qilasizlar akalar. Mo'l uzunligi bor, sifati bor, orqa tomondan ko'rinishi bor. Mana orqa tomoni ko'rinishi. Mo'l nachi qorindir tuqqan. Ikki qorin tuqqanka 3-chisiga bo'g'ish 8 oylik. 3-qoringa bo'g'ish 8 oylik. Narxlarini ham tomosha qiling. Nachi litr sut bergan sizga? Shuni ma'lumotini olasizlarmi yo'qmi? Quruq xo'sh aka 8 litr sut bergan sizga. Quruq xo'sh aka 8 litr. Quruq xo'sh aka 8 litr. Nachi oylik bo'g'ish? 8 oylik. 8 oylik bo'g'ish. Mo'l turuviga e'tibor qiling. Mo'l haqiqat uzun akalar bu. Uzun, kalta mo'l emas akalar. Shuna aka. Narxlarni ham ko'rsang janavar. Mana narxlar. Tayyor bo'lib kelgan. Mana. Xo'p, qancha narxi? 20 million aytamiz aka. 20 million so'm o'z balam bo'ldi. Beli 1 million so'm aytdim aka. 19 million so'm shunda, shunami? 17 million so'm berdim, mol ketdi jo'ra. Yo'q akajon, chiqmaydi aka. Xalq maza qilsin. O'sha maza qilsinlar aka, lekin bermaydi. Bu safar sizni videoyingiz yana tushsin. Shuna aka, Xudoga shukr. Chiqqan mollarning birontasi qolmayapti aka. Shunda. Hamma mol sotilib ketaverdi. Ha aka. O'sha hisobga buni ham kelishtirib qo'yaylik, narx zo'r bo'lsin. 18,5 bersinlar. Yo'q, 18 ham emas, 17 million so'm beraman. Yo'q aka, 17 ga ziyon bo'ladi. Yo'q. 18,5 million so'm kimdir ziyon qilmasin. Ziyon qilmaydi aka, ertaning janob. Yo'q, sotadigan men bilaman, foydaga chiqadi bu. Shuna aka. Bu ham mayda emas aka. 7 oylik dedingizmi? 8 oydan o'tgan aka. Bo'ylar akalar 1.23 chiqdi mo'l. Mo'l kichkina mo'l emas. Shuna mayda. Mo'l katta mo'l. Badan aka normal arra. Professional bo'lgan tug'ish bo'yicha 100% professional. Shuna aka, 3-chisiga bu qo'y janovar. 17,5 million so'm berdim, mo'l ketdi jo'radan. Barakami? Oslar baraka topdilar. Ketdi akalar. 17,5 million so'm ishqi o'z aloqaga chiqasizlar. Narxlarni ham ko'rsang janovar. Narx ham, sifat ham zo'r ekan. Mana 4 ta emchak ham bir xil aka. Mana mo'l turish. Bo'li yetaklar, tamam. Ketdi mo'limiz. Xo'p, ketdik, keyingi mo'limizdan davom ettiramiz. Ona bola so'ragan akalarimiz uchun ona bolani ko'rsatamiz, keyin xudo xolasa bu qalaga o'tib ketamiz. Adashmasam shunday. Shuna. Xo'p, akalar bo'ylari 1.20 plus. Bola buqqacha emas, buqqa. Qacha shuna. Ketiga e'tibor qiling. Ovozingdan degan joyda mo'l turuviga ham e'tibor qiling akalar. Qachasini ham ko'rsang. Turuvi ham bor akalar. Mana uzoqroqdan ko'rsataman. Ko'rib tomosha qiling akalar. Yelin narxlari akalar, narx 6 sm 8 sm atrofida yil narxi bu mo'limiz. Sutni aka qaymoq yeyversinlar mo'l. Sutni qaymoq. Garantiya beraman. Garantiya aka. 2 litr sutdan 1 kosa qaymoq to'ldirib bergan. 2 kosa sut, 2 litr sutdan 1 kosa to'la qaymoq olganlar. Ana sizga. Demak, Shvedda orqa qo'ldiradi. Qaymog'i ham qalin ekan janovarni.
Xo'p, Azamat, necha litr suti bor sigirda? Aka, ega 8 ta deb bergan. Aha. Kecha namozlar keldi, 2 litrni sog'dirdim qo'ygan. Guysalan emirtirdim aka. Ana bugun sog'dirganim yo'q aka. Egasi 8 litr degan, eliga 8 litr degan. 2 litr 2 litr sog'dir. sog'dirdim, qo'ygan bachasiga emirtirdim. Xo'p. Qancha narxi? Buni aka mana 6 litr yo 5 litr sutga beraman. Nechinchi qo'rim ol? Birinchi qo'rim. Birinchi qo'rim. bachasi. Voy joningdan. Bolani berib qo'ygan akalar. Bolasiga yetib Bacha ham bachalagan. Bolani berib qo'ygan. Aka o'shara bachasini 12 millionga bermadi. 12 millionga bachasini xudoga o'rnatib ayirmayman endi. Tepsaga onasini ham onasini sotish problemalar deb aytdim. Shunday. Lekin aka bachasi 3 oylik dedi, ona qo'chgani chillasini ustiga molga qo'yganman dedi, chiqqanmasa baxti aka, men qisirga beraman. Men qisirga beraman, lekin ichini ko'rsatganim yo'q aka. Qancha narxidan? 25 million so'm aytaman aka, yutib beraman. Qancha kam? O'yla bir gap. 500 ming emas, 1 million so'm kam bersa 24 million so'm ketdimi? 24 million so'm ketdimi? Lekin bachasini o'zini aka 12 millionga men bermaganman. Bir og'iz gapiraman aka bachani. Bir og'iz gapiraman. Hozir keling 12 million so'mga so'rabdi shuni. Bolasini o'zini. Shuni. Onasini mari hisobiga ko'p borsa 10 million so'm ularlar. Ya aka, bermaydi aka. Aka 12 ga ham bermay onasini aka. Vas dahshat narsa. Taqlarni ko'rsang, narxlarni bir ko'rsang aka. Birinchi qo'ring o'li shunday bu janobi. Birinchi qo'ring o'li. Azamat. Mol olib kimga foydalansin? Mol olib kimdir sher o'ziga kelib sog'ib ko'rib olib ketadi. Bemalol, oyoq ko'tarmaydi. Umuman ishi yo'q. Qilt qilib oyoq ko'tarsam ol, meniki mol. Mol oyoq ko'tarsam ol meniki. O'zini o'zi ensa, oyoq ko'tarsa mol meniki. 22 million so'm tekis berdim, baraka. Bitta gapiraman aka, bittasiga tortishmaysiz. 23 million so'm ketdi. Yo'q, 22 million so'm tekis berdim. Yubormayman, 22 million so'm. Aka bir gap, 24 kam mol arziydi. Dangal gap 24 kam mol arziydi. To'g'risi gap. Azamat, 12 millionga onasini ham bermay, bachasini ham bermaydi aka. Azamat. Aka, bitta shoshilma, gapimni eshitding. 500 ming so'm musofir haqini o'tib bering, ketdimi? O'tsinlar var aka, o'tsinlar. 22,5 million so'm bo'lgan molingizlar. 8 litr sutga. Shuna aka. Bola buqacha onasi qaytib qochgan bo'lsa baxtsiz. Shuna, bematib qo'yib bo'lalar, lekin ana bachani ham ko'rsalar aka, cho'g'ini piyostra chistsa. Bola kuchli akalar, bola haddan ziyod kuchli. Olib foydalaning akalar bu mollardan. Sutizorlik uchun bacha shuni aydi aka. Sutizorlik uchun bacha shuni. Ketdim olamiz. Buqamizdan davom ettiramiz akalar. Bo'ylari 1.14. Buqa oling, zo'rini oling. Bo'yinga e'tibor qiling. Nima deyapti buni bo'yini akalar? Yur ketdik, mana bog' deydigan variant akalar. 38 ga 50 qilor raqami. Bosh qismini ko'rinishi. Ana endi ketini ko'rsatamiz akalar. Mana orqa tomonlarini ko'rinishi akalar buqani. Buqani sifati past emas. Kimdir olib foydalanaman desa. Bo'yini chiqdi dedim. 1.14. 1.14. Plusi bor akalar, minusi yo'q. O'lchandi mol, metrlandi. Qo'limizga ham vaqt metr bor akalar, o'lchab ko'rsatib beramiz. Molni biron joydan ayb nuqson topilmayapti akalar, mana hamma joyni ko'rib o'tamiz. Xo'p, ana endi ketdik. Narxi 17 million aytiladi aka, kami bu. Qancha kami? Molni buni aylantiring, ko'ndalang tursin mol. Joningdan mana bu qancha. Buqa so'ragan akalarimiz uchun. 1 million so'm o'tdi, 16 million so'm ketdimi? 16 million so'm ketdi. Ketdi, tam 16 million so'm baraka topsizlar. 16. Tekis berdim mana. Bir og'iz gapirmadim, ko'p ham tortishib o'tirmadim. 15 million so'm tekis berdim, mol ketdi. Barakam? Hosillar baraka. Azamat mana shunaqa xarakteri bor akalar. Yo'q deyishni bilmaydi. Ketdi akalar mol 15 million so'mga. Bo'ylarini aytib o'tdim akalar. Bo'ylari 14, pilusi bor. Xo'p, moling bormi? Bor degan joydan ko'rsatamiz. Shved bilan chorni pyostrani gibridi. Voy, turishiga qarang. Molni bo'yi bir ayirdik. Yo'q, yo'q. Ayirdik. Qo'li sut bersa emadi. Emadi aka. Bo'ylar akalar 1.15 bo'ldi. Orqa tomonni ko'rinishiga e'tibor qiling. Sifatiga baho bering buqani. Bo'ladigan mol deydi-ku, mana shunaqa variant akalar. Evet. Xo'p, umumiy ko'rinishlariga e'tibor qiling. Mana sizga bosh qism ko'rinishi. Evet. O'zimni ko'rsatmayman degan joyi. Shuna. Xo'p, Azamat. Ketdik, narxidan gapiring. 17 million so'm aka, ketsin bu ham. 17 million so'm kami bor. Qancha kami? 500 ming aytdim aka. Jon uka juplaymiz ikkalasini. Yo'q aka. Endi bu bilan yer bilan osmoncha farqi bor aka. U ham yomon narsami? Yomon emas aka, lekin bu aka bu boshqa narsa aka. Bu olaparoda. Endi farqi ana shu narsa. Olaparoda bilan shved gibridligi bor bunga. Bir gap aka, bu yosh to'ldirmagan aka. Yosh to'ldirmagan ola. Janovarmi?
Ana bunisini ham qarang. Qarodasi ham boshqa. Kuchli akalar. Kuchli aka. Badam Uzoq ham, bo'ladi. narsalar ham. Onasining tagidan innar aka moljon. Qo'lni ber. 500 so'm qo'shdim, mol ketdi. O'slar barakat. 15 million 500 ming so'm bo'ldi akalar. Ko'p ham tortishib o'tirmayman. Haqiqatan undan qaranga sal eti balandroq, ham yoshligi ham undan yosh. Agar mollar ko'p yengil. Bu 1.15 rahmat desalar bo'ldi. Otangga rahmat deb yozib qo'yasizlar. Shuna agar mollar ko'p yengil qo'yilyapti aka. O'slar barakat o'tsinlar aka. Bozorlardan ham agar to'p bilsalar, sizlar shunday mollarni 15-15 aka. Ketdi molimiz. Xo'p, keyingilardan davom ettiramiz akalar. Buqalar. Bu 1.14 ola, 37 ga 51 quloq raqami gibrid akalar. Simental bilan chorra piyoslarning gibridi. Bir, ketdi. Ikkinchisi shved oq tumshuq shapaloq quloqdan so'raganiga 38 ga 80 mi? 38 ga 30. 38 ga 30. Yo'g'onligiga e'tibor qiling akalar. Bu ham bir-biridan qolishmaydi. Et hisobiga qora siqti yo'g'onroq akalar bunga. Xo'p, yosh hisobiga ham bu kattaroq ekan. Hozir bosh qismini buni yosh kattaroq, u tish buzmagan aka, u go'salatcha u. Bu tish buzganmi shunda? Buzgan bu. Buzgan, ha? Ayni yemga tayyor variant. Shuna. Bo'ylarga keladigan bo'lsak, 1.14 ga 1.17 chiqdi akalar. Bunisini bo'yi 1.17. Ana endi mollarimizni bitta bosh qismini ko'rsatamiz akalar. Mollar yo'g'on. Buni bo'yniga e'tibor qiling. Lachaklarni ko'rsang janob. Ana endi lachakka e'tibor qilasiz, tumshuqlarga e'tibor. Shved deb aytib o'tdim akalar, ustiga sariq palasasi, bosh qismi ko'rinishi oq tumshuq, shapaloq quloqdan akalar. Ana endi chorni piyoslarga o'tamiz akalar. Simental bilan gibrid, yarpisidan bu yog'i qora, yarpisidan bu yog'i oq akalar. Oq kiprik, qora kiprik. Oyoqlarini ko'rinishi. Yalkasini ham ko'rsang janob, yalkasi ana endi narxlardan gapiramiz. Aka bularni 19 dan aytaman, aytib beraman aka. 19 dan kam bu, qancha kami? 1 milliondan o'tdi, 18 dan ketdim ular. 19 dan kami bu, 1 milliondan ketdi, 18 million so'mdan ketdi. Ikkalasi 16 million so'mdan 32 million so'm. Yo'q aka, bermaydi. Bitta o'tay. Kelishib so'ravering aka. Mayda molchilar emas aka, mollarga qarab so'ravering. Mollar akalar ikkalasi ham kuchli. Ko'p kuchli mollar aka, mollar. Mana sizga orqa tomonni ko'rish. Ikkalasi ham yemga tayyor, olasizlar, yemga tortasizlar, bu akalar yangi yilgacha tayyor bo'ladi. Shuna, uni tashlab qo'ysizlar, u uzoq yeydi aka, lekin o'sib ham beradi-da, o'sib ham beradi bu mollar. O'sishi ham bor. Bu lekin akalar yangi yilgacha tayyor bo'ladi. Shuna, hozir ham badan tahvil qo'yganmi janob? Jupiga 36 million so'm, 32 million so'm berdim, ikkalasiga 16 million so'm. Yo'q aka. Xalq mazza qilsin, beravering. O'sha xalq mazza qilsin aka, mazza qilyapti, o'sha rahmat deb hamma yozibdi. Ana shu aka birga mollarni to'g'ri aytmaylik. Jupiga olsalar aka 33 million so'm, addelni olsalar 16,5 ga 17 million so'm aka. Qaysi 17 million so'm? Alasi. Bu 16,5 million. 16,5 million so'm aynan bunisi. Yo'g'oni 16,5 million so'm. Unisi 17 million so'm addelniga. Jupiga olsalar 33 million so'm mollar kessin aka. 32 million so'm bo'laversin. Yo'q aka, hisobi chiqmaydi aka. Chiqmaydi, ilmaydi. Demak, ilmasa sotilmaydi akalar. Bo'ylarni aytib o'tdik, hamma ma'lumotlarni berdik akalar. Bu lekin aytib o'tganda yangi yilgacha tayyor bo'ladi. Shuna yarimidan keladi, 15-16 million qo'yilyapti aka, bu mollar ham jasadi ham narsa, badani ham so'kib qilsalar ham to'g'ri keladi aka, mollar badani ham zo'r. 17 million so'mga 16,5 million so'm. Jupiga 33 million so'm kesin, tamom 35-36 kerak emas. Jupiga 33 million so'm olaversalar, jupiga olsalar ham barakat topsinlar aka. Adel olsalar 16,5 bunisi 17 million so'm unisi. Ketdi. Tamam aka. Gapirmadim. Gapsiz hojati qolmadi. Sindirish shunday bo'lsa kerak, boshqa yana bilmadim. Haqiqatan ham narxlar yo'lda akalar. 16,5 million so'mga 16,5 million so'm. Go'sht qilsa ham anchagina akalar. Mana. 16 million so'mga 16,5 million so'm bo'ladi aka. 16,5 ga 17 million so'm. 17 million so'mga 16,5 million so'm. Shuna. Agar jupiga olsalar 16,5 dan ketdi aka mollar. Yana xayriga aytib beraman. Yashang, ketdi akalar keyingi mollarimiz. O'zim ham tushunmay qolamiz bu narxlarga endi hozir. Ketdik akalar, keyingisidan davom ettiramiz. Mol o'ta kuchlisiga ishqiboz akalar, bu ona sutiga to'ydirilgan. Shuna. Uni go'salacha, tish buzmagan ol, tishini ochib bersam, go'salacha. Go'shar emas, tishi bu yo'q, tishi nimaligi aniq o'zi. Bu mol orqa tomoni ko'rinishiga e'tibor qiling. Oyoqlarni baquvvatligiga e'tibor qiling. Yomon nakachin narsa ekan akalar. Ana endi molni ko'ndan aytsan jigarim. Ketamiz. Ana shuni aytirsin. Va joningdan ana molni zo'ra. Ishqibozi uchun akalar, mol sifat 100. O'zimizni Messi paroda, lekin sutga to'ydirilgan variant. Shuna. Sutga to'ydirilgan, bemalol saqlangan akalar, yemlanmagan, endi yemlashga tayyor bo'ladi 8-ga. Mol yo'g'on. Xo'p, bo'ylari 1.24 chiqdi akalar, kichik emas, katta mol. 38 ga 85 quloq raqam. Bugungi mollarimiz orasiga eng oxirgisi mana shu, lekin eng kuchlisi ham shu akalar. Yomon ham kuchli narsa. Xo'p, Azamat, voy joningdan turishi bor ekan mollar. Xurrez deydi unaqa mol. Qancha? Aka 25 million aytaymi? Qancha? 25 million.
Odamlar shuna videoni o'chiradi-da. Aka to'g'ri aytmaymizmi? Yondiring ketsin, tamam. 19,5 million ketdi mol. 20 million qo'ysam ham mol o'ladi aka. Aha. 19,5 million ketdi aka to'g'ri. Mol arziydi akalar. Mol aka. Mol arziydi. Go'sht ham so'lab olsalar, xohlagan narsasiga so'lab olsalar mol. Mol haqiqat arziydi akalar. 2 marta arziydi aka. 20 million qo'ysam ham mol o'ladi aka. 19,5 million so'm ketdi akalar. Tortishib o'tirmayman, mol akalar arziydigan narsa bozor bilan solishtiring, ko'ring oling. Bo'ylari 1.24 plus. Yalqalarni ko'rsang janob, 19,5 million so'mga akalar molimiz ketdi. Buyinni qarang janob. Mana buyinni qarang. Qaynab chiqib o'tirdi. Mol boqadigan narsa. Shuna olib yemagan yana bu. Shu emib qurxo'shaka turgan bu. Olib yeyib emgan vaqtda ham sutga yaxshi to'ydirilgan hisobiga. Janobarni. O'sha hisobga mollar haqiqatan ham akalar yo'g'on mol. Oyoqlari baqvat kachog akalar buni oyoqlari. Xullas sifati zo'r mol olaman deydiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Sifati past emas, sifati kuchlisi. Narxi 19 million 500 ming so'm bo'ldi. Xayri bor. Akalar bexayr mol bo'lmaydi. Dastavkasi bor aka. Yana 500 ming so'm o'tib beramaysiz. Yo'q aka. Hisob chiqmaydi aka. Men endi belakonni aytib qo'ydim aka. 21 22 deb o'tirmadik. Belakonni aytib qo'ydim aka. Ketdi akalar. Bu oxirgi molimiz edi. Ish qilib aloqaga chiqaverasizlar demak.